21 yildan buyon advokatman. Lekin odamlarning mana shu xatosi tufayli millionlab pullariga kuyayotganligini ko'rishdan charchadim. Akalar, opalar, sal hushyor bo'laylik. Generalniy dovernost bilan uy yoki avtomashina sotib oldingizmi? Tabriklayman, siz pulingizga kuyish arafasidasiz. Hozir tushuntiraman, xalq tilidagi generalniy dovernost bu oldi-sotdi shartnomasi emas. Bu mulk egasining o'z avtomashinasi yoki uy joyini sizga foydalanishga, sotishga bergan vaqtinchalik ruxsatnomasi bo'lib hisoblanadi. Mulk esa qonunan uniki bo'lib qolaveradi. Ertaga o'sha odam vafot etsa, ishonchnoma bekor bo'ladi. Mulk esa uning merosxo'rlariga qoladi. Egasi xotini bilan ajrashsa ham, siz pul to'lagan o'sha avtomashina yoki uy-joy sud qarori bilan ikkiga bo'linib ketadi. Eng qizig'i, o'sha sotuvchining davlatdan, soliqdan yoki bankdan qarzi bo'lsa, MIBdan davlat ijrochisi kelib avtomashinani jarima maydonchasiga qo'yadi yoki uyingizga taqiq qo'yadi. Qolaversa, u istalgan kuni notariusga borib, ishonchnomani bir taraflama bekor qilishi ham mumkin. Chuv tushib qolmaslik uchun vaqt va puldan qochmang. To'g'ri notariusga boring va oldi-sotdi shartnomasini tuzib, mulkni rasman nomingizga o'tkazing. Mazkur videoni yaqinlaringizga yuboring, ular ham kuyib qolishmasin.